Kela bundan yana kopya olaman. Ana undan keyin davom etamiz. Stripning vazifasi matnni tozalash uchun ishlatiladi. Masalan, matnning ichida mana bunaqangi probel, tab esinglarda bo'lsa ko'rgandik o'tgan darsimizda. Mana shunaqangi belgilardan iborat bo'lib keladigan bo'lsa, shularni tozalab olish uchun ishlatiladi. Ko'pincha bo'ladi, masalan, HTML ichidan ma'lumotni olayotgan paytimizda ko'p holatlarda mana shu holatga keladi. Ichida mana bunaqangilar qolib ketadi. Qolib ketgani hisobiga matnimiz mana bu ko'rinishda chiqib qoladi. Shunda biz faqat matnni o'zini toza holatda olmoqchi bo'ladigan bo'lsak, strip ishlatar ekanmiz. Stripni qo'llash uchun mana shu yoqda text.ga strip deb ishlatadigan bo'lsangiz, o'zi nima qilib qo'yar ekan? Mana shu belgilardan tozalab yuboradi ekan ikki chekkasidan. Lekin sizga ikkala chekkasidan emas, faqatgina chap tomondan tozalab olsin demoqchi bo'lsangiz, R strip ishlatar ekansiz. O'ng tomondan tozalab olsin deydigan bo'lsangiz, R strip ishlatar ekansiz. Unda mana bu tomon tozalab oladi. Dasturlashga tushiraman. Mana bu tomoni toza. Tab yo'q. Mana bu enter, bu printniki. Agar siz yo'q, bu yoqda emas, mana bu tomonda tozalab olsin deydigan bo'lsangiz, R o'rniga left strip, ya'ni left strip ishlatar ekansiz. Dasturlashga tushirsak, mana bu tomonni tozalab oldi. Endi mana bu yoqda mana tab ham turibdi, kamiga mana bitta enter ham turibdi bitta. Xo'p, yaxshi, bularni ham ko'rib oldik. Endi ljust bilan rjust degani bor. Bular ham centerga o'xshab ishlaydi. Faqatgina center markazga olgan bo'lsa, ljust chap tomonga, rjust o'ng tomonga olib beradi. Ya'ni right just degani. Buni izohga olaylik. Mana bundan yana nima qilamiz? Kopya olib olamiz. Yo'q, qo'ydik. Print qilamizda text nuqta. Buni nima qilib bergan? Keling boshlanishiga ljust qo'llaylik. Ljust. Xo'p, uzunligi qancha bo'lsin? Mayli 50 ta simvoldan iborat bo'lsin deymiz. Qolgan joyga nima qo'yib berib? Chiziqcha qo'yib bergan deymiz. Chiziqcha qo'yishimiz sababi bizga ko'rinishi uchun. Dasturda ishga tushiradigan bo'lsak, mana jami 50 ta uzunlikdan iborat qildi va harfni o'zi chap tomon, mana bu matnda o'zi chap tomonda qolaverdi, lekin sim qolgan joyini nima bilan to'ldirib berdi? Probel bilan to'ldirib berdi. Xuddi shunday right justimiz bor ekan, ljust emas, right just. Bu shuni teskarisi. Endi matnni o'ng tomonga olib o'tadi. Qolgan joyida bo'ladigan bo'lsa, biz ko'rsatgan simvol bilan to'ldirib beradi. Siz bu yoqqa chiziqcha qo'yishingiz mumkin, xohlasangiz bilmayman qanaqadir harflar qo'yib olishingiz mumkin, xohlasangiz kelinchi so'z qo'yib beraylikchi, qanday bo'lar ekan? Salom degan so'zni qo'yamiz. Demak, biz nima qilar ekanmiz? Faqatgina bitta simvol qo'yar ekanmiz. O'sha bitta simvolni qo'llab ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Masalan, yulduzcha qo'yib qo'yishimiz mumkin. Mana shunaqangi holatda ishlatsak bo'ladi ekan. Keyingisi zifil. Zifil ham xuddi shu buni vazifasi. Zifilning vazifasi ham faqatgina zifil 0 bilan to'ldirib beradi. Text nuqta zifil deb yozadigan bo'lsangiz, bunda faqat n ni berasiz xolos. 50 ta simvoldan iborat bo'lsin deysiz, qolganini nima qilib berar ekan? 0 bilan to'ldirib beradi. Mana bu zifil 0 degani, 0 ingliz tilida 0 degani 0 fill. Ya'ni 0 bilan to'ldirib berar ekan. Xo'p, mana shularni ishlatdik. Bular bilan biz nima qilar ekanmiz? Mana shu kelayotgan hello world so'zimizni istalgan shaklga olib o'tib olsak bo'lar ekan. Yana bitta narsa, mana shu yerda rjustni qo'llayotgan paytda biz rjustni qo'llashdan oldin mana bunday qilib turib, nima qilib olishimiz mumkin? Title'ni qo'llab, title'dan qaytgan natijaga rjust qo'llashimiz mumkin. Ya'ni stringda shu holatda qilib ketsa bo'lardi. Ya'ni bitta metodga qo'llaysiz, u uni title holatiga o'tkazib beradi, undan keyin rjustni qo'llab turib ishlatib ketsangiz bo'laveradi. Mana bunda endi hello world deb chiqarib berdi. Xo'p, yaxshi. Buni ko'rib oldik. Demak, mana shu joygacha ko'rganlarimiz matnda qaysidir holatga olib kelish ekan. Endi bundan keyingi ko'radiganlarimiz mana shu joydan boshlab turib, start with dan boshlab turib, oxirigacha keladiganlarimiz tekshirish uchun ishlatiladi. Mana masalan, menda telefon raqami bor. Fon +998 99 123 45 67 deb yozadigan bo'lsam, men mana shu telefon raqamni boshi +998 dan boshlanganligini tekshirmoqchi bo'ladigan bo'lsam, start with dan foydalanaman. Ya'ni start with degan nimadan foydalanar ekanman? Metoddan foydalanar ekanman. Fon deyman, .start with deyman va bu yoqda prefiksni bering deyapti. Start degani o'zi boshlanishini nazarda tutadi. Men shu +998 dan boshlanadimi deb beraman. Dasturda ishga tushiradigan bo'lsam, agar true qaytaradigan bo'lsa, bu rost bo'ladi. True o'zbek tiliga tarjima qilganda rost degani. Agar men +998 dan boshlanadimi deb so'rasam, bu undan boshlanmayapti. Dasturda ishga tushirsam, false qaytaradi. Demak, eslab qolaylik, mana shu tekshirish uchun ishlatiladigan metodlarimiz
Bular hammasi ikkita qiymat qaytarar ekan, yoki true yoki false. To'g'ri bo'ladigan bo'lsa true qaytaradi, false bo'ladigan bo'lsa to'g'ri bo'lmaydigan bo'lsa false qaytaradi. Demak, yana bir marta to'g'ri bo'ladigan bo'lsa true, to'g'ri bo'lmaydigan bo'lsa false qaytaradi ekan. Va mana shu qaytayotgan ma'lumot turimiz bool degan mana bu, ya'ni qaytayotgan qiymatlarimiz bool degan ma'lumot turiga tegishli bo'ladi. Pythonda boolean nomli ma'lumot turi bor. Mana shu ma'lumot turini ikki dona qiymati bor xolos. Birinchisi true, keyingisi false. True rost degani, false yolg'on degani. Masalan, mana shu yerda aytyapman ekanki, mana bu telefon raqamni boshi +999 bilan boshlanadi desam, false, ya'ni yolg'on degan xabarni chiqarib beryapti. +998 bilan boshlanadi desam, rost degan xabarni chiqarib beryapti. Haqiqatan boshi mana shu bilan boshlanadi ekan. Tushunarlika? Siz bu yoqda aynan ketma-ketlikda yozib ketishingiz mumkin. Ya'ni +998 99 bilan boshlanadi desangiz ham nima chiqaradi? To'g'ri chiqaradi. Endi shuni teskarisiga qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, and with dan foydalanasiz. And bu oxirdan tekshiradi. Men aytishim mumkin, mana shuni oxiri 45 67 bilan tugayapti desam, rost deb chiqarib berdi. Agar 45 68 bilan tugayapti degan xabarni chiqarsam, false degan xabarni chiqarib berdi. Endi biz tugayaptidan ko'ra bunday qilib ishlatsak ham bo'laveradi. Ya'ni mana shu fonni oxiri 45 68 bilan tugayaptimi desak, yolg'on, bu bilan tugamayapti deyapti. 67 bilan tugayaptimi desak, rost. Ha, ya'ni mana shu bilan tugayapti degan xabarni chiqarib beryapti. Demak, shunaqangi narsalarda, ya'ni boshini oxirini tekshirish uchun nimadan ishlatar ekanmiz? Start with dan foydalanar ekanmiz. Aytgancha, siz start with da faqatgina start with da yoki end with da shunchaki prefix so'zni yozib ketmaysizda, istalgan indeksdan boshlab berishingiz mumkin. Masalan, sizga buni +998 dan boshlanganligini tekshirish shart emas. Lekin mana bu joyda 99 ekanligini tekshirishingiz kerak. Unda siz boshlanishda mana shu yerdan boshlab berishingiz kerak bo'ladi. Unda qanday qilamiz? Birinchi bo'lib turib 99 dan boshlanyaptimi deysizda, undan keyin 99 boshlanadigan indeksni berishingiz kerak bo'ladi. Bu yoq plus, ya'ni 0 1 2 3 4. Demak, mana bu 9im 4-indeksda boshlanadigan bo'lsa, mana bu yoqqa 4 yozib qo'yaman. Bu degani 4-indeksdan keyin qara, mana shu joy 99 bilan boshlanyaptimi degani. Dasturda ishga tushirib ko'radigan bo'lsam, ha degan xabarni chiqarib beryapti. Agar men shuni 91 bilan boshlanyaptimi desam, endi yo'q degan xabarni chiqarib beradi. Xo'p, mana shu holatda ishlatar ekanmiz. End with ham xuddi shuni qo'llab ishlatsangiz bo'laveradi. Endi keyingisi is title. Bu matnda kelgan har bitta so'zni birinchi harfi katta, qolganlari kichkinami deyish uchun ishlatiladi. Masalan, biz mana bunday qilib turib, text yozib turib, print text is title ga to'g'ri keladimi desak, haligi title bor desanglarda bo'lsa, o'sha title formatiga to'g'ri keladimi desak, false qaytarib beryapti. Bu qachon title formatiga to'g'ri kelardi? Qachonki hello world bo'lsa. Ya'ni matndagi har bitta so'zning birinchi harflari katta, qolgan harflar kichkina bo'ladigan bo'lsa, is title formatiga to'g'ri keladi. Ana shunda is title ga to'g'ri keladimi desam, true chiqarib berdi. Buni ko'pincha ism familiyalarda ishlatasiz. Masalan, foydalanuvchini ismini o'sha birinchi harflari katta, qolganlari kichkinami degan paytingizda mana shundan foydalansangiz bo'ladi. Keyingi metodimiz is upper. Is upper degani mana shu matnning ichidagi har bitta harf, ya'ni hammasi kattami degani. Is upper, ya'ni hammasi kattami desam, false deyapti. Chunki hammasi katta emas. Lekin agar men mana shu yerda bunday qilib turib, hello deb hammasini katta qilib qo'yadigan bo'lsam, bunda true chiqarib beradi. Sizda hatto bittasi kichkina bo'ladigan bo'lsa ham false chiqarib beradi. Tushunarlika? Demak, siz kelayotgan matnda hamma harfi katta ekanligini tekshirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, is upper dan foydalanasiz ekan. Xuddi shuni teskarisi is lower kichkina ekanligini tekshiradi va keyingisi is ASCII ASCII jadvalida bor ekanlikka tekshirib beradi. Sizlar bilan ASCII jadvalini ko'rmaganmiz. Mana bu joyda ASCII table deb yozamiz. Qanday yoziladi? ASCII table. Xo'p.
ASCII table, ASCII jadvalini ko'ramiz. Bu yoqqa o'tarkanmiz. Mana bu yerda bitta rasm bor ekan. Mana shu rasmni ko'ramiz. Shu rasmda hajmi nisbatan kattaroq edi. Mana shu ASCII table hisoblanadi. Kompyuterda asosi mana shu simvollarga qurilgan. Ya'ni siz har qanaqa tilda, masalan, Xitoy tilida bo'ladimi, rus tilida bo'ladimi, ma'lumotlarni kiritganingiz bilan kompyuterda asosi faqatgina mana shu yerda ko'rsatilgan simvollar bo'yicha ishlaydi. Faqat shular bo'yicha ishlaydi. Boshqa simvollar bo'yicha ishlamaydi. Ularda bu simvollarga bo'lsa, o'rtada kodirovkalar turadi. Kodirovkalar moslashtirib beradi. Masalan, kirilcha A yozadigan bo'lsangiz, ana shu kirilcha A ni ASCII jadvalidagi mana bu A ga to'g'ri keladi deb turib, o'rtada kodirovka turadi. Xuddiki tarjimonga o'xshaydi. Tarjimonga o'xshab turib moslashtirib beradi. Endi biz kiritgan simvol mana shu ASCII jadvalida bor yoki yo'qligini tekshirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, is ASCII dan foydalangan ekanmiz. Masalan, men print ichida yozaveraman. Bu yoqda mana bu A harfi is ASCII da bormi deyman. Is ASCII dasturda ishga tushirib ko'radigan bo'lsam, true chiqarib berdi. Endi bironta kirilcha harf kiritib ko'raman. Bu yoqda mana rus tiliga olib o'tib oldim. A deb yozaman kirilchada. Mana undan keyin nuqta qo'yib turib, is ASCII jadvalida bormi desam, false qaytaradi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'rinishi bir xil, lekin men mana bu A ni kirilchaga olib o'tgan paytda yozdim tilda. Aynan shuning uchun bu endi ASCII jadvalida yo'q, lekin o'rtada kodirovka turadi. Buni ham A sifatida ko'radi. Nima uchun? O'rtada kodirovka bu A ni mana bu A sifatida qo'llab beradi. Xo'p, bu is ASCII edi. Keyin ko'radigan metodimiz is space. Is space yozilgan matn print. Bir yo'la endi matnni o'zim yozib ketaryapman. Mana shu matningiz ichida faqatgina probel yoki mana shunaqalar bor ekanligini tekshirib beradi. Is space deb yozadigan bo'lsangiz, dasturda ishga tushirsangiz, mana faqatgina shunaqangi belgilardan iboratligini tekshiradi. Lekin oraga bironta harf qo'shilib qoladigan bo'lsa, natija false chiqadi. Hattoki harf emas, bironta son qo'shilib qoladigan bo'lsa ham nima chiqar ekan? False chiqadi ekan. Faqatgina probel mana shu tab bo'lishi mumkin yoki enterlardan iborat bo'ladigan bo'lsa, true chiqarib berar ekan. Bu ham ba'zi holatlarda kerak bo'ladi. Is space ko'rdik. Keyin ko'radiganimiz is digit. Is digit kelayotgan matnda faqatgina raqamlardan iboratligini tekshirib beradi. Masalan, bizda mana bu matn faqat raqamlardan iborat. Shuni is digitmi, ya'ni raqammi deydigan bo'lsangiz, ha, true degan xabar chiqarib beradi. Lekin mabodo buning ichiga bironta harf qo'shilib qoladigan bo'lsa, bu endi bu matnimiz faqat raqamlardan iborat bo'lolmay qoladi. Aynan shuning uchun false chiqarib beradi. Keyingi metodimiz is alpha. Metodda faqat harflardan iboratligini tekshirib beradi. Masalan, sizda kelayotgan matn faqatgina harfdan iborat bo'lishi kerak bo'ladi. Iborat ekanligini tekshirmoqchi bo'lsangiz, is alpha ishlatar ekansiz. Bu yoqda true chiqarib berdi, lekin ichiga bironta raqam qo'shilib qoladigan bo'lsa, false qaytaradi. Hattoki raqam emas, probel qo'shilib qoladigan bo'lsa ham false qaytaradi. Bu yoqda probel tugul, boshqa qanaqadir simvollar ham qatnashib qoladigan bo'lsa, buni ham nima qaytarib berar ekan? False qaytarib berar ekan. Eslab qolaylik, is alpha faqatgina harfdan iborat ekanlikka tekshirar ekan. Endi is'alnum mana shu kelgan matnda faqatgina harflardan yoki raqamlardan iboratligini tekshiradi. Is'alnum dasturda ishga tushiramiz, true chiqarib berdi. Nima uchun? Harfdan yoki raqamdan iborat. Eslab qoling, o'rtada yoki bor va emas yoki. Shuning uchun ham harfni o'zini yozsangiz ham true chiqaraveradi, raqamni o'zini yozsangiz ham true chiqaraveradi. Lekin mana buni ham true chiqaryapti. Lekin oraga bitta probel tushib qolsa, endi false qaytaradi. Nima uchun? Chunki is'alnum true qaytarishi uchun kelayotgan matn faqat harflardan yoki raqamlardan iborat bo'lishi kerak edi. Oraga bo'lsa bitta probel tushib qoldi. Yaxshi. Bu bugun biz ko'rgan string metodlari edi. Mana bu joyda string metodlarini qo'llanilishini ham ko'rsatgandim aslida, lekin ularda men o'zim yozib ko'rsatib chiqdim har bittasini. Bu yerda o'zingiz videoni pauzaga qo'yib turib, ko'rib olsangiz ham bo'laveradi. Va oxirida mustahkamlash uchun topshiriqlarimiz bor. Bu topshiriqlarni ham sekin o'tkazaveraman. O'zingiz videoni pauzaga qo'yib turib ishlab ko'rasiz. Topshiriqlar unaqangi qiyin emas. Faqatgina bu yoqda endi inputdan olib ishlaysiz. Ya'ni inputdan foydalanuvchidan matnni olasiz. Unga mana shu upper lower va hokazo boshqa metodlarni qo'llab ishlatib ko'rasiz.
Shu bilan bugungi darsimiz tugadi.